akalar, bugun ayni tezlashtiradigan relayni yana tushuntirib o'tmoqchiman. O'tgan safar aytsam ko'pchilik tushunmay qolibdi. Mana in degan tarafi, mana birdahrang aytilib turgan tarafi plus minusga ulanadi. Shu holatda ulanadi, kal ochganga ulanadi plus minusga. Mana out tarafi chiqish. Buni bitta plusini ulaysizlar xolos. Minusini ulashni kerak yo'q. Bu minusini ulasangiz hamma yoqda 24 bo'lib ketadi. Shunaqa qilib ulaysizlar. Inomarkalarga qo'yish tavsiya qilinmaydi. Sababi ularda ключатори platali bo'ladi. Platali qanaqa mashina bo'lsa ham umuman qo'yish tavsiya qilinmaydi. Qo'ymagan ma'qul. Plata faqat 12-14 gacha ishlab berishga chiqqan. Bu 24 beraversa kuyib ketadi platasi. Uch qo'ymaganinglar yaxshi. Bu обычный ключаторli mashinalarga qo'ysa bo'ladi. Kamazdan tortib hammasi Jiguli, Piguli, Moskvich, Volga, Nexia, Matiz hammasiga qo'ysa bo'laveradi. Mercedeslargacha, eski vyupskalarga. Shular akalar.